Birinchi ovqatimiz keskanlashimizni qatli bahasi. Mana ikkinchi ovqatimiz yalg'isi. Keskanlashimiz tashlaymiz. Shuncha ovqat. Mana chekkimiz. Keskanlashimiz. Faqatgina sizish kerak. Odamlar bor-ku, kamdalik. Asadillojonning xonadonida faqatgina tullar ovozi yangrasin. Yaratgan Allohim kelib menam qo'sha qarib, ola qizlarni berib suyuntirgan, faqatgina kulib o'ynab, shularga yaxshi kunlarni Asadillohga ato aylasin. Asadillojon yoshina yosh ota yo'llaring farovon bo'lsin. Hamisha kamqonlarga baraka xayr bersin. Kam bo'lmasin. 56 Xudo yaxshi biladi. Hamisha notavon ulug' bo'lsin. Alloh amin. Amma bo'lib Hayda dedi. Xudo yomon kunlar nevaralar ko'ryapti. Dedi kuyovlar, ustiga kuyovlar ko'paysin. Nasib aylasa shu dasturxon faqatgina kunlarga, yaxshi kunlarga Xudo yaxshi banda boy bo'lib, yana to'y kunlarga nazar qilganda aytsin. Azizlarim, Asadillojonimni yosh berib, otajonimni yoshlarini, aybilat kattaylar yoshlarini Allohim senga ato qilsin. Asadillojon, faqat hamma yaxshilikni senga ato qilsin. Seni yaxshi ko'raman. Akajonim, hamisha bugun salomat bo'lib, bugunni jubilee ham bugungi kunlar muborak bo'lsin. Hamma jam bitta men kaplar albatta hozir. Mana hamma bor. Mana hamma bor. Tashqarida onalarim bor. Tabrik yo'llaganmiz.